Samu FM. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Central Asian Medical University qoshidagi O'zbekistondagi birinchi tibbiyot radiosi Samu FM tibbiyot radiosiga xush kelibsiz va bizni YouTube'da ko'rib turgan aziz ustozlar, talabalar, diqqat qilinglar, bugun podkastni zo'ri bo'ladi. Va bugun studiyamizda universitetimiz tutori Karimov Bekzod aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Navizbek. Bahodirov, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Charchab qolmayapsizmi? Xudoga shukr. Bugun dasturimizda qaltis savollar bo'ladi, sizga yoqmaydigan savollar bo'lishi mumkin, gaplarim bo'lishi mumkin. Tayyorman, siz boshlaymiz, bo'lmasa hozir to'xtatamiz. Tayyorman, Navizbek. Tayyormisiz? Qiynalolmaysiz. Boshladik. Bekzod aka, o'zi aslida tutorlar kim? To'g'ri savol berdingiz, Navizbek. Tutor bu ta'lim jarayoniga talabani bog'lovchi shaxs. Odob, axloq, ma'naviyati, tarbiyasi bilan shug'ullanamiz. Endi bir savol, bu bog'cha emas yoki maktab emas, universitet. Bizni universitetga tutorlar o'zi kerakmi, kerak emasmi? Bu ham yaxshi savol bo'ldi. Men o'ylayman, hozirgi davr yoshlarini tarbiyalashda kerak deb o'ylayman. Chunki bu o'z-o'zidan kelib chiqqan yo'q, bu tutorlik. Bu o'zi nufuzli universitetlarda birinchi bo'lib paydo bo'lib, keyin bizgacha Osiyo mamlakatlari oliy ta'limlariga yetib keldi bu tutorlik kasbi. O'zi oldin bu tutorlik vazifasini kuratorlar bajarardi. Hozirda endi bu kuratorlik to'xtatilib, tutorlik alohida bo'lib chiqdi. Oldin kurator shug'ullanardi, shu ota-onasi bilan ham kurator bog'lanardi. Deylik, tarbiyasi bilan ham, ma'naviyati bilan ham, misol o'zi aytmoqchi, o'sha maktablarda o'sha tarbiyaviy soatlar bo'lardi. Esingizda bo'lsin, O'zbek. O'sha vazifalarni hozir tutorning vazifasiga yuklatilgan. Demak, oldin kuratorimiz borgani 6 soat dars o'tib turib, faqatgina 1 soatini tarbiyaviy soatini o'tadigan bo'lsa, hozirda tutorning vazifasi shu to'g'ridan to'g'ri shu talaba bilan shu kunduzgi o'sha o'quv jarayonini shu ertalabdan to o'quv jarayoni tugagungacha shular bilan shug'ullanadi tutor. Endi bir savol borki, tutorlarni talabalar ko'rganda ensasi qotiydimi, qotimaydimi? Bu ham yaxshi savol bo'ldi. To'g'risini aytsam, tutorlik men ishga kirganimga 1 yil bo'ldi. 1 yildan oshib qoldi ozgina. To'g'risi, boshida kelganimizda ensasi qotish holatlari bo'ldi. Siz kimsiz? Sizning nima haqqingiz bor degan gaplar bo'ldi, tanqidlar bo'ldi talabalar tomonidan. Lekin buni ham shu yo'tog'i bilan tushuntirib, o'zimizni kasbimizni ularga va tutor nimaligini bilishmagan bo'ldim. Biz ham o'zimizni kimligimizni ularga tushuntirib, vazifamiz nimalardan iboratligini tushuntirganimizdan keyin asta-sekinlik bilan shu vaqtlar o'tib, hozir ko'nikish hosil qilishda talabalarimiz. Demak, tutorga nisbatan immunitet hosil bo'ldi. Menda bir savol bor Bekzod aka. Diqqat bilan eshiting, tushunish uchun. Misol talabalar aytadi, bizga formadan ham ko'ra dars, ilm muhimroq-ku, formaning nima aloqasi bor bizga desa, qanaqadir javoblarimiz bor. Lekin endi hozir oliy ta'limga faqat ilm emas, tutorlarda ham nima keragi bor deganda, ya'niki forma bo'lmasa nima bo'ladi-yu? Tutorlar bo'lmasa nima bo'ladi? Tutorlar bo'lmasa, shu har xil, men o'ylayman, har xil huquqbuzarliklar kelib chiqadi. O'zaro talabalar o'rtasida o'zaro kelishmovchiliklar ko'payadi. Keyin ustozlar bilan bo'lgan muloqotda kelishmovchiliklar hozir ham yo'q emas, bor. Lekin shunaqa holatlarda biz ko'proq shu talaba bilan ishlab, unga kerak bo'lsa shu noto'g'ri bo'lgan joyini yo'tog'i bilan tushuntirib, hozir o'zingiz bilasiz, hozirgi yoshlarga bitta gap ko'p, yarimtasi kam. O'shaning uchun bir nima desam bo'ladi, yo'tog'i bilan tushuntirib o'tib,
avaylab asrab shu ehtiyotkorlik qilib tushuntirish kerak bo'lyapti. Hozirgi yoshlar bir 10 yil oldingi yoshlardan ancha farq qilishadi. Chunki texnika rivojlanib ketdi. Hozir nima desam bo'ladi, oldingi davrda ruschalab aytganda iskusheniyalar kamroq edi. Talabani chalg'itadigan omillar kam edi. Hozir bular juda ko'payib ketgan. Mana o'zingiz bilasiz, mana ijtimoiy tarmoqlar. U endi darsidan qochib turib borib kompyuter o'yinlarini o'ynamasa ham shu telefonida o'sha o'yinni o'ynayapti. Shu ijtimoiy tarmoqqa kirib kerak emas kontentlarga ko'ryapti, boshqa qilyapti, shulardan o'rganyapti, boshqa qilyapti. Shularning oqibatida bular saviya darajasi pasayib ketyapti, madaniyati yo'qolib boryapti. Kattalarga bo'lgan hurmat, kichiklarga bo'lgan izzati, muomala madaniyati yo'qolib ketyapti. Shular deb o'ylayman. Bu tuturda o'rni shularni nima desam bo'ladi, nafaqat boshqarib turishdan iborat deb o'ylayman. Shu jarayonni tarozini pallasidek bir xil me'yorda ushlab turish kerak. Bitta pallasi og'irlashib ketib qolish kerak emas. Agar og'irlashib ketadigan bo'lsa, mana o'zimiz bilyapmiz, eshityapmiz ham, yoshlar o'rtasida, talabalar o'rtasida jinoyatchilik ko'payib ketgan, hozir avjiga olgan. Keyin huquqbuzarliklar, shu yuqorida sanab o'tgan shu omillar bartaraf etish uchun Twitterda o'rni katta deb o'ylayman. Judayam so'z. Oxirgi amalga oshirilgan profilaktik tadbirlar nima haqida edi? Oxirgi amalga oshirilgan profilaktik tadbirimiz shu fevral oyligida bo'lib o'tdi. Fevral oyligi psixotrop moddalar va giyohvand moddalarini yoshlar orasida tarqalib ketishini oldini olish mavzusida bo'lib o'tdi. Bir oy davrida biz profilaktik tadbir olib bordik. Bu profilaktik tadbirimizni ichki ishlar xodimi kelib 100 dan ortiq talabalarimiz bilan profilaktik tadbir o'tkazib, seminar o'tkazib, shu giyohvandlik vositalarini, psixotrop vositalarini, inson salomatligiga zararligini, keyin bular albatta oqibati jinoyatga olib kelishini tushuntirib ketdilar. Ulardan keyin biz ulardan nima desam bo'ladi, eshitgan narsalarimizni qolgan talabalarimizga yetkazib bordik. Bir oy davomida shu profilaktik tadbirlarni olib bordik. Juda ham soz. Endi har bir soha ish reja asosida ishlaydi. Sizlar qanaqa ish rejalarini tuzasizlar? Bizda Oliy ta'lim vazirligidan bizga alohida o'sha ma'naviyat bo'limiga tuturlar uchun alohida bir reja kelgan. Bu rejada ma'naviy tadbirlar, axborot soatlar mavzulari bor. Har kuni bir 3-4-5 ta mavzuda ma'naviyat soati, axborot soati, davra suhbati shular. Mana siz talabalar bilan ishlaysiz, ko'p kamchiliklar ko'rasiz. O'zi aslida og'ir kasblardan biri tutorlik ham. Bolani ruhiyatini qabul qilishingiz kerak boshqa. Qanaqa murojaatingiz bor va hozir shunday imkoniyat bo'ldiki, talabalar sizni ko'ryapti. O'zingizni yaqin ukalaringizdek, talabalaringizdek qanaqa murojaat bilan chiqqan bo'lardingiz? Hozirgi imkoniyatlar, yana o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, hozirgi imkoniyatlar juda ham anaqa yaratilgan imkoniyatlardan foydalanishlarini xohlayman. O'sha oilasidagi ota-onasi yaratayotgan bir sharoitni qadriga yetib, birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda shu yurtboshimiz prezidentimiz, davlatimiz tomonidan yaratilayotgan bir islohotlar, bir yangiliklar. Mana 10 yil oldin orzu edi bunaqa universitetlarda tahsil olish, bunaqa texnika va hokazolar. Bu ancha farq qiladi. Shularni qadriga yetib, keyingi avlodga
chunki bular ertaga bu mutaxassis bo'lib yetishgandan keyin keyingi avlodni tarbiyalovchi inson bo'lib yetishlari kerak. Buning uchun ular mukammal shu bilimlarga ega bo'lishlarini xohlardim. Faqatgina o'qib, madaniyatli bo'lib, odob axloqli, ota-onasini, vatanini bir sevadigan inson bo'lib yetishlarini xohlardim. Bekzod Karimov, sizga kattakon rahmat. Keyingi studiyamizda yana mehmon bo'lasiz degan umiddaman. Samarali ish natijalarini kutib qolamiz. Rahmat. Rahmat. Tibbiyot radiosi